Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam haqidagi aytilgan hadisni aytib turib, Alloh taolo jahannamdan bir bandani chiqarar ekanda, hali kishi jahannamda o'tidan o'maylab zo'rg'a qochib qolar ekan. O't bir olib, bir olmay, o'malab chiqib, o't yetmay qolgandan keyin qarab turib, sendan meni saqlagan Allohga hamd sano bo'lsin deb xursand bo'lib turganda Alloh azza va jalla chiq, kim jannatga der ekan. Hali banda jannat oldiga borib, endi men hammadan keyin qoldim. Jannatda menga joy qoldimikin deb turib, eshikni tagdan qaytib orar ekan. Parvardigor, jannating to'lib qolibdi-yu, hamma joyini olib olibdi-yu desa, senga dunyo podshohlarini boyligichalik, yer yuzidagi mulkdan teppa-tenga bersam rozimisan der ekan. Mislahu 5 marta aytar ekan. Dunyodagi podshohlarning mulkiga 5 barobar yetsam yetadimi senga desa, hali banda Parvardigor, atastag'ziu, masxara qilyapsan meni degan ekan. Deb turib, shu yetadimi deb turib Ibn Mas'ud to'xtab olgan ekan. Kulgan ekan. Sahobalar hayron bo'lsa, nimaga kuldingiz deb so'ramayapsizlar mendan desa, nimaga kuldingiz desa, Rasululloh kulgan uchun kuldim deydi. Shu hadisda aytayotib turib, indamay tursa, nimaga Rasululloh kulgan ekan so'ramaysizlarmi desa, nimaga Rasululloh kulgan ekan desa, Alloh kulgan ekan shu bandaning shu so'zi uchun. Tabassum qilib kulgan ekan. Rasululloh shunday tabassum qilgan ekan, hatto og'iz tishlari ko'ringan ekan. Ya'ni hech narsa olmagan bandasi jannatga kirganda shuncha narsa aytadimi desa, haliga biz tilda hazlashyapsanmi deganda ishonqiramasdan aytganda Alloh taolo kulgan ekan shu bandasini qilgan ishidan. Bu jannatga oxirgi kiradigan kishi. Jannatga kiradigan bandalardan mana katta qissalar bor. Bu burungi darslarda labasa bugun inshaalloh odam ko'pligi uchun qaytarib ko'ramiz. Alloh taolo mana rivoyatlarda keladi, Musa alayhisalom jannatiy bandalaringdan hech narsa olmaganiga nima berasan? Ya'ni hech qancha ne'matni olmagan, eng oz olgan bandanga nimani berasan desa, Alloh azza va jalla aytar ekan, bir bandani Alloh jahannamdan chiqarar ekan. Hali bandani jannat yoki do'zax bo'lmagan o'rtaga qo'yib turganda, hali banda aytar ekan, menga Alloh hech kimga ko'rsatmagan karamini, marhamatini ko'rsatdi. Mendaqa baxtli odam yo'q der ekan. Roziman der ekan shu holatiga. Chunki jahannamda azoblanyapti-da. Shunda Alloh azza va jalla bandasini bir erkalatib, jannatdan bitta daraxt chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan. Ko'z yetadigan joyga. Banda har bir daraxtga qarar ekan, bir turgan joyga qarar ekan, Parvardigor o'sha daraxtni berdir ekan. Uni mevasidan yeyman, suvdan ichaman, salqinda o'tiraman desa, banda uni bergandan keyin yana ber deb so'ramikinsan desa, Parvardigor so'ramayman der ekan. Bitta o'sha daraxtni ber, yalinar ekan, Alloh taolo berar ekan. Hali banda endi rozi. Endi hech narsa so'ramaydi, haqiqatan so'ramaydi. Yuragiga chiqib qo'ydi. Alloh azza va jalla undan yaxshiroq jannatda bir daraxtni ko'rsatib qo'yganda, hali banda o'zini daraxtiga qarar ekan, hali daraxtga qarar ekan, Allohga so'z berib qo'ygan. Endi uyat so'raganidar ekan, lekin so'rar ekan. Birodarlar, Allohdan so'ramay qo'ysa achchig'i kelar ekan. So'raylik. Million bergan bo'lsa, million so'raylik. 10 pora bergan bo'lsa, 10 pora so'raydi Qur'onda. So'raylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar so'rab charchab ketasizlar, lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Yalinib turar ekan, uni ham berar ekan Alloh. Endi hech narsa so'ramayman desa, jannatni qizil darvozasini oldida bitta daraxt ko'rsatar ekan. Endi jannatning darvozasini ham ko'rsatib qo'yar ekan unga. Hali banda Parvardigor deb yana yalinar ekan, "Ey banda, hech narsa so'ramayman doding-ku." desa, Parvardigor deb yalinar ekan, "Karim zot nimaga ko'rsatyapti uni?" "Beray deb, so'rasin" deyapti. Nimaga Alloh bizga jannat sifatlayapti? "So'raylar, beraman" deyapti. Uni bergandan keyin jannatning darvozasi, qizil oltindan bo'lgan darvozasini oldida turib, jannatiylarning ovozlarini, jannatning hidini, haroratini his qilgandan keyin Parvardigor endi kirsam der ekan. Alloh azza va jalla kirgizar ekan, so'radar ekan. Menga mana bu, senga o'sha, menga mana bu, so'ra. So'ragani senga insonning aqli to'xtab qolar ekan. Insof qilib hisob kitob qilib ko'ring-da. So'rayda shu 5 ta barmog'ingiz bilan o'zi kifolanadi. Siz aqlingiz shu 5 ta u yoqqa o'tmaydi. Mana bo'lsa, u yoqqa to'xtab qoladi. Endi nima so'rasam ekan?
Insonning aqli to'xtab qolganda rozi bo'ldingmi banda der ekan. So'raganingga 5 barobar, 10 barobar deganda Musa alayhisalom Parvardigor bu hech narsa olmagan banding shuncha narsa olsa. Sal dadilroq olgani nima oladi desa, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonning aqli bavar qilmaydi dedi. Bu hech narsa olmagan. Jannatni 8 ta eshigi bor deyiladi hadislarda. Ro'zadorlar eshigi, namozxonlar, sadaqa qilganlar, Allohga ibodat qilganlar, har bir kishini ana shu aytilgan 8 sifatdan bittasi bo'lsa, o'sha sifat bilan o'sha eshikdan chaqirar ekan. Ey palonchi ro'zadorlar, kiringlar bu yoqqa der ekan. Inshaalloh. Ey palonchi namozxonlar, kiringlar bu yoqqa der ekan. Bitta odamda 2 ta yoki 3 ta sifat jamlanib qolar ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq, "Ya Rasululloh, 8 ta eshikdan chaqiriladigan odam bo'ladimi bitta o'zi?" desa, "O'sha kishi siz bo'lasiz" degan ekan.